Bugun sizlar bilan me'moriy simida ishlashni o'rganamiz, qizlar. Buning uchun bizga 0,2 razmerdagi mana shunaqa sim kerak bo'ladi. Buni Xurrem sim desanglar ham bo'ladi do'konlarda. Shunaqa deb so'rasanglar ham bo'ladi. O'zimizga kerakli uzunlikda kesib olamiz. Ikki chekkasini naqsh qilib qayirib olamiz mana shunaqa qilib. O'zingizga kerakli shakl, kerakli uzunlik, kerakli kattalikda qayirib olasizlar. Mana shunaqa naqshlardan 7-8 ta to'g'irlab yasab olamiz, katta kichkina qilib. Shunda abadugimiz, diademamiz chiroyli chiqadi. Qayirayotganda simimizni tekisligiga, naqshlarimizni chekkalari tekisligiga yaxshilab ahamiyat beringlar. Qayirish uchun qulay sim 0,2 razmerdan olasizlar. Mana qizlar, qayirib hamma detallarimizni to'g'irlab oldik. Endi bizga tomchi shakldagi katta ko'zlar va metrajli ko'z kerak bo'ladi. Men tilla rangini tanladim. Sizlar o'zingizga kerakli rangda qilsanglar bo'ladi. Buni har xilcha qizil, pushti, yashil rangda ham qilsanglar bo'ladi. Simimizning ustini klaylab olamiz. Ishinglarning tagiga qog'oz qo'yib ish qilsanglar, stolingizga tushmaydi, o'shanda qog'ozga tushadi, akkuratli bo'ladi ishinglar. Surib olgandan keyin klayda ishlashni bilasizlar qizlar, 2-3 minut turishi kerak, shunda yaxshi ushiydi. Mana videoda ko'rsatilgandek qilib bitta uchiga tomchili toshimizni qo'yib olamiz. Keyin aylantirib metrajimizni yopishtirib chiqamiz. Metrajni yopishtirayotganda ham ahamiyatli bo'linglar. Tekis bo'lsa hamma tomonlari qiyshayib pastga tushib ketish ehtimoli bo'ladi. O'shaning uchun ham klayimizni 2-3 minut qotirib keyin yopishtirsanglar, bittada ushlab qoladi. Hamma qismlarimizni xuddi shu tartibda yopishtirib chiqasizlar. Toshlarimizni faqatgina bitta chekkasiga yopishtirasizlar.